Assalamu alaikum. Muhaciretteki barlık Uygur teşkilatlarına müracaat. Ahırkı 15 yıllardaki davani közde tutsak, elbette biz Uygur'ni dünyaya tanıştırdık. Lekin vatandaki zulüm hiçbir yenikleşmedi. Eksince, kündün künge vatandaki zulüm haddinden işip, vatandaki kıyırdaşlarımız közünü kötürüp Xitaylarga iş gerek qaramaydigan holatga yetdi. Yani men Uygur delelmeydigan holatga tushib qoldi. Yani özlerinin insan ekanligini unutuydigan darajага tushib qoldi. Mana bu bizning tashkilotlarninki faoliyatining natijasi deb tushunsak bo'ladi. Uygur davosini keng turda yetkizdik deb xotirjam o'tirish u bir tuzkorluq, nankorluq. Bezem bir qeyrindoshlarimiz degandek, vatandagi xalqimizning qiyniga non chilab yeb, mushu muhojiratda bexuduk demokratik davlatlarda yashab kelyapmiz. Bo'libmi tashkilotlar. Chunki tashkilotlar tiki kishilar barlig'i o'zlarini saylab olgan. Dünya Uygur qurultaydan tatib. Ularni saylagan hech kim yo'q. Hech kim saylamadi. Sen bizga boshliq bo'l deb saylab bir yerda yig'in bo'g'inni men anglamadim. Bizning Olmutini aytsak. 20-30 yılның içide sözlep özüge bir mensep hesaplap men Uygur davasının lideri dep жүрген qeyrindaşlar şularning qatarida. Sözleşni bilgen bilen ularning işinin neticesi bo'lmasa, netice 0 dep hesaplaymiz. Meyli Türkiye'deki qeyrindaşlar bo'lsin. Kimning nima qilayotganligini shu Türkiye'de turayotgan qeyrindaşlar so'zlayotdi. Suriyadagi problemini, yani Suriyadagi ciddi vaziyatni bizninkilar Uygurlarga nisbeten keltirib chiqargan bizninki tashkilotlar. O'limalar birligi bilan Maarif jamiyati. Nima uchun Maarif jamiyati o'zining nomiga muvofiq ish qilmaydi? Maarif medeniyet cemiyeti çetelde bizning Uygurluğumuzni saqlab qelish uchun faal xizmatni berish kerak. Yani Uygur balalarını çeteldeki yok oliy o'qish joylarida haqsiz o'qishni qo'lga keltirish kerak. Mana mushu Maarif jamiyetining ishi. O'limalar birligining hem şu haqni xalqni Kur'an boyunca dava yoluga durus başlaş. Əfsus. Bundaq işlarni ular qilmayotdi. Nemişke bizninki meselemiz Suriye bilen bir bo'lib qelish kerak. Nemişke Uygurlar Suriye'ye berib jang qilish kerak. Şu yerga satqanlarmı mushu Türkiye'deki teşkilatlar. Onu biz anlavatımız toplarda. Şu teşkilatların kolu bak. Şu Suriye'ye şu qeyrindaşlarımızını evet geldi. Nemişki Türkiye'deki qeyrindaşlar bizge yardım kılınlara dep bizge Olmutidagilarga müracaat qildi. Türkiye'deki her bir muhtaç Uygur Türkiye'deki teşkilatlarının tizimligida bo'lish kerak. Meyli iri bolsun, meyli iri bo'lmasin. Şu aileninki ahvali her bir teşkilatınınki tizimligida bo'lish kerak. İzat atıp soramaydiganlarmı tizimlikte bo'lish kerak. Shularning ahvolini egallash kerak.
Türkiye'deki teşkilatla. Biz Türkiye'ye bakan çağda bir teşkilat yenimizge kep koyğunu yok. Bunu Kazakistan'dan sap qeyri yaşanğan ayallar kepti bizni yoklap dep. Birisi bizning yenimizge kelginimiz yok. Yusuf oğludan başka. Yusuf Paltacımdan başka. Hiç kim bizning yenimizge kelmedi. Muşu meselenin adamgerçiliğinle yoki endi bu meseleni meşet to'xtatay. Dünya Uyghur Qurultayı nima uchun chet eldagi, Tayvandagi, Taylanddagi, Malayziyadagi, yana boshqa yerlardagi turmalarda yotgan qarindoshlarimizni o'z vaqtida nima ishga qutuldirmaydi? Dünya Uyghur Qurultayıning eng muhim vazifasi mushu, ashlarni qutuldirish. Men anıldım. Bolgariyadagi balalarning ahvolini o'z vaqtida egallagan chig'imda o'zinglar advokat tutinglar debdi. Turmadagi odam qanday advokat tutadi? Shu balalarni bir tiyinsiz chiqarishga bo'ladi. Dünya Uyghur Qurultayıga biz necha yillardan jiqpagan aqchilar qaniki? Mushu kamgacha jig'vatadi Dünya Uyghur Qurultayı xalqdan aqcha. Enyedining bergan puli qayerdiki? Nima uchun enyedi berdi pulni? Ashundaq ishlarga ishiltinglar deb berdi. Mana 4-5 balni biz Palantiyadan turmadan chiqardik. Advokatga tishin kerak. Desi bermamda inson haqlari tashkilotlari berdi. Va boshqa ellardagi mayli Amerika olsun, mayli Gollandiya, Belgiya, Fransiyadagi tashkilotlar bo'lsin. Hech qaysining bir qilgan ishlariningki bir tuzagarak natijasini ko'midik. Vatandagi xalqimizningki taqdiriga bizning vatan davosi qilchilikmi bir foyda keltirmayotdi. Mushuningdilla tashkilotlarning ishlariningki qanchalik natijasiz ekanligini ko'rib olishga bo'ladi. Biz hozir lidersiz qoldik. Mana men vatanning ishini qilaman deb meydisi urib chiqqan bir odam yo'q. Bir yo'q. Hammasi o'zining shaxsiy manfaatini ko'zlab, o'zlari qurib olib tashkilotlarni mandaq ish qilyapmiz, andaq ish qilyapmiz. Biz ko'midik ularning ishlarining natijasini. Har qanday tashkilotni xalq saylash kerak. Xalqni yig'ib, afsus, undaq tashkilotlar, o'zlarini qurgan tashkilotlar, o'zlarining ma'lum bir mo'lchardagi xalqni yig'ib olib, bizni sayildik denglar. Biz sizlarga oylik berimiz, maosh berimiz deb shundaq deb xalq bilan shundaq ishlaydi ekan. Xalq ularning so'zini qiladi ekan. Ma'lum bir mo'lchardagi xalq bor-ku. Masalan, ma'arif tashkilotini qo'llaydigan, o'limalarni qo'llaydigan, yana birisini qo'llaydigan o'zlarining odamlari bor-ku ularniki. Ularning haqlar saylig'ini yo'q. Shuning uchun bizning Uyg'ur davosi amalga oshmayotdi. Nimishga tunugungi kunda butkul Hong Kong qo'zg'ilib chiqib, Hong Kong to'g'riliq qonunni Amerika Uyg'ur qonundan burun qabul qildi. Hong Kong bugun ati mustaqillikni jakalash oldi turibdi. Nimishki Tibetda yo'q bizning vatandagi turmalar, jazolash lagerlari nimishki Tibetda yo'q. Nimishki Tibet chet eldagi muhojiratdagi tibetliklar bir tashkilotning og'ziga qaraydi. Mana mushularning hammasi bizning chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarining ishining qanchalik natijasiz ekanligini ko'rsatadi. Xalqning beshi qaymoqib qoldi. Xalqni boshlaydigan lider yo'q bizda Uyg'urda.